Hammaga salom bo'lib, bugun YouTube'da yangi challenge. Jahon chempionatida urilgan eng chiroyli gollarni qaytaramiz. Randomli programma bor, o'sha bizga raqam tanlab beradi, shuncha imkoniyatni tepishimiz kerak. Random qila olamiz, 1dan 20 gacha son tanlab beradi va shuncha imkoniyatni qilishimiz kerak. Davay. 1dan 20 gacha raqamdan 16 tanlab berdi. Men qila olishim mumkin. 16 ta vaziyat bor. Davay. Birinchi gol bu aziz do'stlar, mana shu James Rodriguezning Urugvayga qarshi urilgan goli. Bo'ldi, mana birinchi imkoniyatni boshlayman va xudo xohlasa uraman. 16 ta imkon bor, o'sha ichida qila olaman. Pashti o'xshagan vaziyat, afsuski o'xshamadi. Eng yaqin. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And Aslida 16 ta vaziyat qildim, birontasiga o'xshamadi. Mana shu grudlar o'rib ketyapti. Keyingi golga harakat qilib ko'ramiz. Hammaga rahmat. Mana endi men navbatim Nacho golini qaytaraman. Davay. Mana shu gol Nacho Hernandez Portugaliyaga qarshi kiritgan goli. Menda 8 ta popyutka bor ekan. Ha? Men qaytaraman. Qilblasam yo'q, to'g'risini ayt. Bilmay ekan, lekin ko'ramiz. Girl, you crystal, El Shanton, my young, missed out. Mana gol bolalar o'xshaganmi? Go kommentga yozamiz. Aziz do'stlar, mening navbatim 3-gol esa Luka Modricning Argentinaga urgan goli. Qo'yaman. now he'll unleash one. Menda 11 ta imkon bor. Yo'q. Nima bu bolalar? Birga bir Luka Modricman. Sizlarga challenge yoqdi degan umiddaman. Sizlardan bitta like va obuna so'rab qolaman. Hammaga rahmat.